Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Eron va AQSh o'rtasida keskinlik, urush tahdidlari va davom etayotgan namoyishlar. Eronda hukumatga qarshi namoyishlar to'xtamayotgan bir vaqtda Tehron va Washington o'rtasidagi ritorika o'ta xavfli nuqtaga yetdi. Asosiy tafsilotlar. Eronning ogohlantirishi. Eron oliy rahbariyati agar AQSh tomonidan har qanday harbiy hujum uyushtirilsa, darhol va qat'iy javob qaytarishini ma'lum qildi. Tehron namoyishlarni AQSh va Isroil tomonidan tashkillashtirilgan tashqi fitna deb atamoqda. Namoyishlar to'xtamayapti. Hukumatning qat'iy choralari va hibslarga qaramay, xalq ko'chalarga chiqishda davom etmoqda. Internetning deyarli butunlay uzib qo'yilishi ham namoyishchilarning harakatini to'xtata olmadi. AQSh pozitsiyasi. Donald Trump ma'muriyati namoyishchilarni qo'llab-quvvatlashini va Eron rahbariyatining o'z xalqini o'ldirishiga jim qarab turmasligini bildirdi. AQSh og'riqli nuqtalarga zarba berish bilan tahdid qilmoqda. Tibbiy inqiroz. Mamlakat shifoxonalari yaradorlar bilan to'lib toshgan. Shifokorlar o'qotor quroldan og'ir jarohatlanganlar oqimiga dosh berishga qiynalayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Vaziyatning xavfliligi. Hozirda Eron ichidagi ijtimoiy norozilik va tashqi siyosiy tahdidlar bir nuqtada to'qnash keldi. Dunyo hamjamiyati vaziyatning keng ko'lamli harbiy to'qnashuvga aylanib ketishidan xavotirda.